Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Imom al-Buxoriy majmuasini nima qilib namozni o'qib, shu yerda bomdod namozini o'qib, mana chiqib yigitlar kelyapti. Soldatga o'xshab, Germaniyadan kelganga o'xshab qator bo'lib kelyapti mana. Davonga yuribdi, ana mashina turibdi, qora mashinani o'laniki, Velisaniki. Tarab keldi, Rustam aka kelibdilar deb mashina olib keldi. Oqarishib ko'rinadi, bo'ylaringiz o'tirib oppoq. Ana mashina. Kelibdi mana. Ha. Kelganingiz bilan. Birnavikmi? Kelganingiz bitta bilibdilar, ustoz kelib qolibdilar komandir deb. Assalomu alaykum. Assalom. To'g'rat xona mana. To'g'rat xona ertadan kelsa sayyorlanadi. Kuzda ketdi, hurmat bu. Bunaqa odam ko'p bo'ladi. Ben o'zini masjidga borardim. Bularchi savdo bo'lsin. Anagi Namanganga Gul bayramga borsam, mana ovqatdan keyin borsam, albatta. Undan keyin vaqt Har xil gullar ekilgan manzara mana. Salomat bo'linglar, hammalaring kelib masjidlarda namoz o'qib ziyorat qilib ketinglar. Sog'lik, omonlik bo'lsin.